Hozir gapirmoqchi bo'lgan kitobimning bir xavfli tomoni bor. Uni o'qib tugatgach, odamlar, voqealar ko'zingizga 4 rangda ko'rinadigan bo'lib qoladi. Buning sababi esa kitobda qizil, sariq, yashil va ko'k ranglar orqali insonlarning 4 asosiy shaxsiy xususiyatlarini aniqlash va ularning har xil muloqot qilish usullarini tahlil qilish o'rgatiladi. Atrof to'la ahmoqlar asarining asosiy maqsadi insonlar o'rtasidagi tushunmovchiliklarni kamaytirish va samarali muloqotni rivojlantirish hisoblanadi. Bu kitobni o'qib chiqqan odamda shaxslararo munosabatlar va jamoada birgalikda ishlash samaradorligi karrasiga ortishiga ishonaman. Chunki unda atrofimizdagilarning bizdan farq qilishi ularning ahmoq emasliklarini tushuntiradi. Assalomu alaykum. Videoni boshlashdan avval o'zbek tilida kitoblar haqida sifatli videolar davomli bo'lishida yordam berishingizni so'ramoqchiman. Buning uchun videoga like bosishingiz, kanalimga obuna bo'lishingiz va izoh yozishingiz kifoya. Bu amallarni YouTube algoritmi yaxshi ko'radi va videoni ko'proq odamga ko'rsatadi. Tushunganingiz va qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat. Atrof to'la ahmoqlar bu shved yozuvchisi va biznes konsultanti Thomas Erikson tomonidan yozilgan kitob. Unda odamlarning 4 xil xulq-atvoriga ega ekanligi tushuntiriladi. Bu nima ekanini bir boshidan tushuntiraman. Birinchisi, qizil rang. Rahbarlik qilishga intiladigan, qat'iyatli, ba'zan tajovuzkor odamlar. Ikkinchisi, sariq rang. Ijtimoiy, ijodkor va do'stona insonlar. Ular ko'pincha ilhomlantiruvchi bo'lishadi. Uchinchisi, yashil rang. Xotirjam, ishonchli va jamoaviy ishlashni yaxshi ko'radigan insonlar. To'rtinchisi, ko'k rang. Tafsilotlarga e'tibor beradigan, mantiqiy va mukammallikka intiluvchi insonlar. Muallif bu model yordamida odamlarning o'zaro muloqotini yaxshilash va tushunmovchiliklarni kamaytirish mumkinligini ta'kidlaydi. Kitob nashr etilgach, biznes hamda shaxsiy hayotda odamlar bilan samarali ishlashga yordam beradigan psixologik qo'llanma sifatida mashhur bo'lib ketadi. Keling, endi bu ranglar va ularga mansub kishilar haqida batafsilroq gaplashamiz. Shunday qilsak, muallif va kitob g'oyasini chuqurroq anglashimizga yordam beradi deb o'ylayman. Demak, birinchisi qizil rang haqida. Qizil tur kitobda hukmronlikka intiluvchi insonlar, qat'iyatli maqsadga intiluvchan va rahbarlik qilishga moyil kishilar sifatida tasvirlangan. Ular tezkor qaror qabul qiladi, raqobatni yaxshi ko'radi va natijaga erishishga e'tibor beradi. Thomas Erikson bu turdagilarning asosiy yutuqli tomonlari deya jasurlik va qat'iyatlilikni, o'z fikrini ochiq va yashirmasdan aytishlarini, doim raqobatga kirishishga intilishlarini, muammolarni tez hal qilishni yaxshi ko'rishlari, boshqalarga buyruq berishga moyil, doim yetakchi pozitsiyani egallashlarini sanab o'tadi. Shu bilan birga muallif bu qizil rangdagilarning kamchiliklariga ham e'tibor qaratadi. Bular haddan ortiq talabchanlikning tajovuzkorlik darajasiga ham yetib borish ehtimoli, ko'pincha o'z fikrini majburlab o'tkazishga harakat qilishi, boshqalarning his-tuyg'ulari bilan hisoblashmasligi, murosaga kelishning qiyinligi. Ikkinchisi sariq rang. Bu turdagi insonlar ta'sirchanligi bilan alohida ajralib turadi. Ular ijtimoiylashgan, atrofdagilarni ilhomlantirishni, ijobiy ta'sir o'tkazishni, suhbatlashishni va g'oyalar bilan bo'lishishni yaxshi ko'radi. Muallif sariq ranglilarning yutuqli tomonlari sifatida ijodkorlik, yaqinlarni doim qo'llab-quvvatlash, yangi g'oyalarni o'ylab topish va ularni boshqalarga taqdim etish, atrofdagilarga ishonch bildirishi va ularning ichki dunyosiga alohida e'tibor qaratish xususiyatlari sanab o'tiladi. Qizil ranglilarda bo'lgani kabi sariq ranglilarning ham kamchiliklari yo'q emas. Kitob muallifi Thomas Erikson sariq turdagilarning kamchiliklari sifatida rejali va tartib bilan ishlashga qiynalishi, vaziyat tafsilotlariga e'tibor qaratmasliklari, boshlagan ishlarini oxiriga yetkazmasdan zerikib qolishlari va to'xtatib qo'yishlarini sanab o'tadi. Uchinchisi, yashil rangga kiruvchi insonlardir. Ularni muallif barqarorlik belgisi deya ta'rif etadi. Yashil turdagi insonlar xotirjam, sadoqatli va mehribon insonlar bo'lishadi. Ular doimiylikni yoqtiradi, boshqalar bilan yaxshi munosabat o'rnatishga harakat qiladi va tinchlikni saqlashni ustun qo'yadi. Shu sababli ham har qanday vaziyatda sabrli bo'lishlari, sadoqatli, do'stlik va oilaviy munosabatlarga katta ahamiyat qaratishlari, jamoaviy ishlashni yoqtirishlari, konfliktlardan qochib murosaga intilishlari va shoshqaloqlik qilmasdan har bir qarorni mulohaza bilan qabul qilishlari yutuqli xarakteri sifatida sanab o'tiladi. Quyidagilar esa yashillarning kamchiliklari hisoblanadi. O'z fikrini ochiq aytishga qiynalishi,
turli mojarolarning oldini olish uchun ba'zan o'z haq-huquqlaridan voz kechishi, haddan ziyod uzoq o'ylash va ikkilanish, o'zgarishlarni yoqtirmasliklari va har doim bir xillikni saqlashga intilishlari. To'rtinchisi esa ko'k rang. Bu turdagi insonlar vijdonlari bilan alohida ajralib turishadi. Shu bilan birga ular aniqlikni yoqtiradigan, mantiqni va har qanday vaziyatga tahliliy qarashni yoqtiradigan insonlar hisoblanadi. Ko'k ranglilarning tartibli va tizimli rejalar asosida yashashga intilishlari, tahlil qilishni sevishlari, o'z ishini sinchkovlik bilan bajarishlari, qoidalarga qat'iy amal qilishi va imkon qadar xatolardan qochishga intilishlari ularning ajralib turadigan yutuqli xarakterlaridir. Shu bilan birga ko'klarning ham kamchiliklari yo'q emas. Haddan ortiq talabchanliklari bois o'zlaridan ham, boshqalardan ham hech ko'ngillari to'lmaydi. O'zgarishlarga moslashishlari juda qiyin, chunki reja va tartibga qattiq bog'lanib qolgan bo'lishadi. Emotsional bo'lishni yoqtirmaganlari uchun juda rasmiyatchi bo'lib ko'rinishadi. Tahlil qilishni yoqtirganlari bois esa har qanday qarorni qabul qilish uchun ko'p vaqt sarflashadi. Tezkor qaror qabul qiladigan pallalarda yutqazib qo'yishadi. Ko'rib turganingizdek, Atrof to'la ahmoqlar kitobida inson xarakteri shu 4 rangga bo'lib o'rganiladi. Bu orqali aslida hech kim ahmoq emasligi, hammaning yutuq va kamchiliklari borligi aytiladi. Eng muhimi, ularning yutuqli tomonlarini o'rganish orqali muloqot qilinsa, ajoyib natijalarga erishish mumkin, deydi kitob muallifi Thomas Erikson. Kitobdan qisqacha 3 xulosani chiqarish mumkin nazarimda. Birinchisi, odamlarni ahmoq deb o'ylash o'rniga ularning xulq-atvorini tushunishga harakat qilish kerak. Ikkinchisi, muloqot uslubini moslashtirish orqali istalgan odam bilan yaxshi aloqa o'rnatish mumkin. Uchinchisi, jamoa ichida turli rangdagi odamlarni tushunib, ular bilan qanday ishlashni bilsak, ish samaradorligi karrasiga oshadi. Bundan tashqari, kitobdan bu turli rangli kishilar bilan qanday muloqot qilish, kamchiliklardan aylanib o'tish usullari va umuman olganda boshqalar bilan munosabat qurishda yordam beradigan ko'plab sinalgan tavsiyalarni o'rganishimiz mumkin. Xo'sh, siz videodan o'rganganlaringiz asosida qaysi rangga mansub ekaningizni ayta olasizmi? Taxminlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Atrof to'la ahmoqlarni esa albatta o'qib ko'ring. Bir burchakda keyingi videolarda ko'rishguncha.